Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube kanalimda millionlagan obunachilarim rahmat aytgan va eng ko'p obunachi olib kelgan klassik medovik retseptini birgalikda o'rganamiz. Idishimizga shakar, un, sutni solib yaxshilab aralashtirib olovga qo'yamiz. Quyilguncha qaynatib, ozgina sovigandan so'ng mazali sifatli kalix sariyog'lardan solamiz. Sifatli, mazasi yoqimli bo'lgan sariyog' bilan kremni yana ham mazali bo'ladi. Endi xamir tayyorlaymiz. Kattaroq idishimizga tuxum bilan shakarni solamiz. Osh sodasini ga o'ldirib, uni ham qo'shib, oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Quruq idishimizga asal solib, chayni soda qo'shamiz. Qizargunicha qizartirib olamiz. Qanchalik qizil bo'lsa, shunchalik medovik rangi chiroyli chiqadi. Kesilgan sariyog'larni solib, eriguncha aralashtiramiz va oz-ozdan ipsimon qilib, ko'pirtirilgan tuxumga qo'shib olamiz. Oppoqina unni sekin-asta oz-ozdan qo'shib, quyuqqina xamir qilamiz. Bunda suyuq xamir qorish kerak emas, medovigiga o'xshamaydi. Yog'langan kosalarga xamirni teng to'rga bo'lib, sovutkichda yarim soat yoki 1 soat qoldiramiz. Listga margarin surib, qo'limiz bilan yoyib, xamirlarni pishirib olamiz. Shunaqa yumshoqni ko'zlab pishadi. Endi chetlarini bir xilda qilib kesib olamiz. Ozgina sut bilan propitka qilib, ustiga kremlarni surib chiqamiz. Har qavatini xuddi shu usulda taxlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu medovik anchagina baland hamda yumshoqqina bo'ladi. Ustiga va yonlariga urvoqni sepib, salofan paketga o'rab 6-7 soat xona haroratida qoldiramiz. Juda ham yumshoq, mayingina, ko'ngilga urmaydigan klassik medovik shu bo'ladi. Juda ham ko'pchilikdan anchagina rahmatnomalar eshitganman. Agar siz ham YouTube kanalimdan xuddi shu medovik retseptini tayyorlab ko'rgan bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Yoqimli ishtaha.